Assalamu alaykum savodoshlar. Bu videoda dersimiz şokoladli stakanlik torta. Bunun ketadigan materiallar bo'lsa, eritib olgan siyrak may 100 gram, un 275 gram, 2 qoshiq süt, yani 20 gram süt, 3 tane tuxum, 5 gram vanilya, 10 gram köpürtgüç, muvafık miqdorda shokoladda, damla shokoladda muvafık miqdorda qatiq 150 gram qatiq, 225 gram şeker ve manadek stakanlik tortniki qilib ketadi xonimlar. O'sha materiallar ketadi. Bunu tayyorlash bosqichi bo'lsa, oldi bilan quruq bo'lgan, suyuqi bo'lmagan, mayi bo'lmagan bir qachimizga 3 tal tuxumni chaqib oldik. Undan keyin buning ustiga 225 gram shakarimizni to'kib, toza yaxshi oqarg'uchan ko'ptirib olamiz. Mana tuxum bilan shakarni ko'ptirib, mushunda holatga kelganda, mana eritib olgan siyrak maya 100 gram siyrak maya eritib olgandik. Buni ilman holatda to'kmasa, qiziq vaqtda to'kmaymiz. Cho'qim ilman holatda to'kmiz, bo'lmasa mana tuxum pishib qoldi, xonimlar. Buni yana aralashtiramiz. Endi bunu aralashtirib olgandan keyin mana 2 qoshiq sutimizni to'kdik. Bu sutni to'kib oldik. Undan keyin qatiqimizni to'kamiz, xonimlar. Buni yaxshi aralashtiramiz. Mana xonimlar, bu 10 minut chirish jarayonida mana shakarni tamamen erib bo'ldi. Cho'qim shakar yaxshi erishi kerak. Undan keyin buni biz mana 5 gram vanilya shakarini to'kamiz. Bu tuxumning purug'ini yo'qotish, xushparaq qilish roliga ega. Buni aralashtiramiz. Mana bunu 2 minut ko'ptirib olgandan keyin, aralashtirib olgandan keyin endi biz mana unimizning ustiga 10 gram ko'ptirgichni, bir qop ko'ptirgichni to'kyapmiz. To'kib buni tasqab tayyor qilib olamiz. Shu tortni pishirganda unni tasqab olsak, ara-arsa havo kirib, shunday ko'pidi, xonimlar. Mana unimiz tasqab olgandan keyin buni bir qoshiqdan bir qoshiqni elib, aralashmamizga to'kamiz. To'kib, shu rezingi paloqniki yordamida bir xil yo'nalishda buni soch stilkisining yo'nalishida buni yugizamiz, xonimlar. Az-ozini to'kib, buni aralashtiramiz. Mushu paloqning yordamida aralashtiramiz buni. Shu tariqada hammasini to'kib, bir xil yo'nalishda aralashtirib chiqamiz.
Mana bu xamirni aralashtirib, uni ham shuna holatga kelgandan keyin mana damla shokoladimizni quyib olamiz. 200 gram damla shokoladimizni quyib olamiz. Har kim o'zining yoqtirishi asosan ozroq solsin bo'ldi. Mana 200 gramni soldim. Endi buni yana aralashtirib olamiz. Bir qo'llab qo'yishga sal apis bo'lib qoldi. Mana aralashimiz tayyor oldi. Endi biz bu stakanning qiliplariga yerim quymaymiz, deb quyotmaymiz. Yerim quysak bo'ldi. Qo'shiqning yordamida elib quymaymiz. Bo'ldi, shunday quysak bo'ldi, xonimlar. Mana qizlar 10 dana qilib quyib oldik bu aralashmani. Endi biz buni duxovkaniga listiga silib 180 Selsiya gradusdan 190 Selsiya gradus qizdirib 25 minut atrofida pishirib olamiz, xonimlar.